fidoyilik va mehnatsevarlikni ilm fan bilan uyg'unlashtirgan, ilmning bir necha sohasi bilan shug'ullanish iqtidoriga ega bo'lgan inson Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali birinchi tibbiy biologik fanlar kafedrasi dotsenti Zamira Nurova haqida hikoya qilamiz. Yildan beri aynan filial bo'lgan paytida Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filiali bo'lgan paytidan boshlab faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Aynan o'sha paytda kafedramizdagi jarayonda juda ko'p o'qituvchilar bilan birgalikda ishlaganmiz. Hozirgi paytda esa Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filialining barcha assistent, professor, o'qituvchilari bilan birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Shart-sharoitlar juda ham yaxshi, a'lo darajada namunali deb ayta olamiz. O'qituvchilarimiz bemalol, bilvosita va bevosita barcha shart-sharoitlardan foydalanib kelmoqda. Olima 2008-yil O'zbekiston Fanlar akademiyasi Immunologiya allergologiya ilmiy tadqiqot institutidagi ixtisoslashgan kengashning tavsiyasiga ko'ra biologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. 2018-yildan buyon birinchi marta shu yerga o'qituvchi bo'lib kelgan insonlardan biri. Zamirani men yoshligidan bilaman, chunki bularning oilasi ziyoli oila. Oyisi ham, dadasi ham, dadasi injener bo'lsalar, muhandis, oilari o'qituvchi edilar. Xo'sh, Zamiraxon maktab davrida yo'q, nihoyatda bilimga chanqoq, o'qituvchilarga tinchlik bermaydigan o'quvchimiz bo'lgan. Juda ham qiziquvchan, ayniqsa tabiatga qiziquvchanligi juda kuchli edi. Qahramonimiz 2016-yilda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining eng namunali boshlang'ich tashkiloti ko'rik-tanlovining respublika bosqichi g'olibi sifatida birinchi darajali diplom bilan taqdirlangan. Bundan tashqari, Zamira Nurova 2018-yil Yil ayoli milliy ko'rik-tanlovining viloyat bosqichida oliy o'ringa sazovor bo'lgan. Olima 2021-2022 yillarda innovator g'oya asoschisi sertifikati bilan taqdirlandi. Davlat standarti talabidagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasining xalqaro mualliflik ixtirochilik huquqini va patentini qo'lga kiritgan. Ustozlarim haqida to'lib toshib gapirishim mumkin. Birinchi o'qishim Termiz davlat universitetida bo'lib o'tgan. Tabiiy fanlarda biologiya fakultetida o'qiganman. Zabardast ustozlarning qo'lidan ta'lim olganman. Shukur Xurramov, Muhammadjanova Rashida opa, Qulmamatov Abdurahmon aka. Bundan tashqari yana zabardast ustozlarim Muhammadiyev domlamiz bor. Hozir u kishi hayotlar. Yana ilmiy ishga yetaklagan olim Shukur Xurramov ustoz bo'ladilar. Va aynan ilmiy ishni o'sha fan olimpiadalaridan boshlagan bo'lsam, ilmiy ishimni davom ettirishim davomida Zokirjon aka Ro'ziyev, Zununov Zokirjon Ro'ziyevich ustozim bo'ladilar. U kishi mana shu olimlikka yetaklagan, dotsentlikka yetaklagan, faqat ilm bilan tezroq chiqishing kerak, ilmiy ishni boshlading deb ko'p meni bezovta qilganlar. Sababi shu domlaga ustozlarga men rahmat aytaman. Sababi agar shu ustozlar ilmni qil, boshlagin demaganlarida balkim bilmadim. O'sha Termiz davlat universitetida o'qiganimdan keyin men davom ettirdim Toshkentda immunologiya, allergologiya ilmiy tadqiqot institutida aspirant bo'lib kirdim. Va u yerda o'qish davomida qarangki, vaholanki biologiya sohasidan men tibbiyot sohasiga o'tib ketdim. Immunologiya, allergologiya, shifr ham hammasi tibbiyot sohasidan. Ko'plar savol berishadi. Sen biolog eding, lekin birdan vrachebniga o'tib ketding. Hatto fan nomzodligini men tibbiyot sohasida olganman. Shuning uchun baralla aytishim mumkin, men u kishilarga rahmat aytaman. Keyinchi qaysi gormon o'zgarish? Endokrin sistemasi, endokrin, immun sistemasi.
Olima Zamira Nurova yaqinda Immunologiya va inson genomikasi instituti huzuridagi ilmiy kengashda allergologiya va immunologiya ixtisosligi bo'yicha immun tizimi ko'rsatkichlari buzilishida Kaliforniya chuvalchangidan ajratib olingan zardobning samaradorligini baholash mavzusida fan doktorligi dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, biologiya fanlari doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldi. Zamira Annaqulovnaga O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan 600 million so'm tijoratlashtirilib grant loyihasi ajratilgan. Shu grant loyiha yo'nalishida Olima 56 nafar Oltinsoy tumanining Chep va Guliston mahallasidagi kam ta'minlangan ayollar daftariga kiritilgan ayollar va nogironligi bor fuqarolarni ish bilan ta'minlagan. Bu oliygohga o'tganimdan keyin 2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan prezidentimiz qarorlari asosida grant loyihalar ustida ishlashni boshladim. Har bir oliy o'quv yurtida grant loyihalar ajratiladi. O'sha grant loyihalar ustida ishlaganimda 2020-yilda odam kasalliklariga qarshi zardob ishlab chiqarish texnologiyasi, ya'ni o'sha mana shu fanda izidan bilim haligi o'rganishim, izlanishimizdan o'yladim, g'oya qildim. Nega bizda Surxondaryo viloyatida yomon yara, pashaxo'rda, lishmanyoz deyiladi fan tilida, juda ko'payib ketgan. Bu pashaxo'rda moskit chaqiradi. Chaqqandan keyin o'sha terida yomon yara hosil bo'ladi. Buni yoki bo'lmasa bizning xalqimiz afg'on yarasi ham deb aytadi. Bu yara boshlangandan keyin ancha sistemaga, nerv sistemasiga, nafas olish sistemasiga ta'sir qiladi, allergik kasalliklarni qo'zg'atadi, juda og'riqli kechadi. Shuni o'yladimda, yoshligimda momam aytardilar. Bu qarangda, tarixiy haligi nimalardan foydalangan holatda o'rgandimda, bizda shunaqangi mana Kaliforniya qizil chuvalchang bor. Shu chuvalchangni ko'plar bilmaydi, juda ko'p narsaga foydali. Gepatitga, sariq kasal bo'lgan paytda momalarimiz uni quritganda haligi lablarini tagiga qo'yib, shimib yurgan paytda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi, asorat qolmaydi deb aytgan gaplar esimga tushdi-da, qaradim. Bizda tuproqda tabiiy manba, tabiiy holatda Kaliforniya qizil chuvalchangi bor. Nega biz shuni ishlatmaymiz? Nega biz bundan foydalanmaymiz? Nega boshqa davlatlar bundan foydalanib juda katta ixtirolar, natijalar qilyapti? Keling, shuni men olayinda bir qanaqadir o'yladimda, g'oya qildimda, uni olib laboratoriyada ishlanmada uni zardobini o'zim tabiiy preparat sifatida ishlab chiqdim. Oldim, ki oddiy yara chiqqandi qo'limga, shu yaraga surtdim. Shu yaraga surtganda qarangki, boyagi yara shunaqangi qurib qoldi-da. Boyagi chiqqan qizil bo'lgan yara, suvlagan yara qurib qoldi. Keyin shuni oldimda g'oya qilib, o'sha g'oyamni O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligiga topshirdim. Qahramonimiz har kuni darsdan so'ng xususiy klinikasida faoliyatini davom ettiradi. Bu yerda bemorlarga sifatli xizmat ko'rsatish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Klinika ishchi xodimlari orasida ustozning talaba shogirdlari ham bor. Bu yerda ishlab malakasini oshirayotgan yosh shifokorlar universitetda nazariyadan olgan bilimlarini amaliyotda mustahkamlab borishadi. Olima 2024-yil odam kasalliklariga qarshi 11 xil dori, Nurzam zardobi va Azamzar mazini ixtiro qilib, mualliflik huquqini olgan. Leshmanyoz, ya'ni yomon yara, pashaxo'rda kasalligini davosini ixtiro qilganligi uchun Moskva davlat universiteti tomonidan odam kasalliklariga qarshi davolashning samarali usullari mavzusida maqolasi chop etilgan hamda Moskva davlat universiteti rektorining taklifiga binoan Krasnovidovo dam olish maskanida bo'lib, konferensiya simpoziumda plenar prezentatsiyasida ishtirok etib, xalqaro sertifikat bilan taqdirlangan. Mening ishimni yuqori baholab, sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim va ertasi kuni prezidentimizning 2-darajali sog'lom avlod ordeni bilan taqdirlandim.
bu taqdirlanishim natijasida men hozir yanada ko'proq ishlab, o'z ustimda ishlab, hozirgi paytda yana 3 ta grant loyihani taqdim etdim. Ikkitasi fundamental amaliy, bittasi esa innovatsion. Shuning uchun yana hozirgi paytda o'sha fundamental amaliy loyiham 4-darajada kelib turibdi. Buni hozir mana 2-yil ketyapti. O'rganishyapti. O'zbekiston Respublikasi Rivojlanish vazirligi agentligi tomonidan ishonamanki, qanaqadir natija bilan chiqsam kerak. Ana endi bitta narsa, hozirgi paytda shu grant loyihani izidan 14 ta talabamizni ish bilan ta'minlaganmiz va ular hozir mayli mo'maygina bo'lsa ham 650 ming, 700 ming, 1 milliongacha oylik olishadi, ish haqi olishadi. Ular ham xursand, biz ham xursandmiz. Hech bo'lmaganda qanaqadir ilmiy ular maqola yozishyapti. Qanaqadir haligi Amerika, Washingtonda yoki Finlandiyada, yaqinda Germaniyada bo'lib o'tgan olimpiadalarga borib kelishmoqda. Yana 2 ta o'quvchimiz yaqinda Xorazmga ketishdi. Fan olimpiadasidan 1-o'rinni olishdi. Buxoroda bo'lib o'tgan fan olimpiadasidan, xalqaro olimpiadadan 1-, 2-o'rin nufuzli o'rinlarni olishdi. O'sha tibbiy biologiya, gistologiya yo'nalishida, immunologiya yo'nalishida fan olimpiadalarida qatnashib kelmoqda. Hatto shu o'quvchilarimiz, ba'zi o'quvchilarimiz, shogirdlarimiz Turkiyaga borib kelishdi, Germaniyaga borib kelishdi. Albatta, bu bizning Toshkent tibbiyot universiteti Termiz filialining faxri deb bilaman. Hozirgi kunda olima tomonidan yaratilgan azamzar krem mazi laboratoriya sharoitida ishlab chiqarilmoqda. Hamda Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari bilan 500 million so'mlik shartnomalar tuzilgan. Ishonasizmi, mana 1 kun, 2 kun dam olish kuni bo'ladi, o'shanda hamma zerikib qolaman. O'shanda qanaqadir 3 ta, 4 ta, 5 ta g'oya qilaman. To'g'risini aytishim kerak, bolalarimni oldimga olamanda 4 ta, 5 ta g'oya qilaman. Ilmsiz ayolni tasavvur qila olmayman. Agar ayol kishi ilmli bo'lsa, u butun oilasida farzandlarini 4 ta farzand bo'ladimi, 5 ta farzand bo'ladimi, butun jamiyatni, fuqarolarni farzandlarini ilmli qiladi, ilmga da'vat qiladi. Men ilmsiz ayolni tasavvur qila olmayman. Hech bo'lmaganda texnikumni ham, kollejni ham bitirsa deymanda. Chunki biz ayollarga, mayli, men shunaqa g'oyam bor, ko'proq aytaman, ertalab ishga shoshib borgan ayol va kechqurun shoshib oila davrasiga kelgan ayol eng baxtli ayol deb bilaman. Men 4 ta farzandim bor, 3 o'g'il, 1 qizim bor. 3 ta farzandim oliy ma'lumotda, 4-farzandim hozir 10-sinfda o'qiyapti. Katta farzandim iqtisodiyot yo'nalishida bitirdi, ishlab kelmoqda. 2-, 3-farzandim tibbiyot sohasida, bittasi 5-kurs, bittasi 4-kurs. Ya'ni bitta farzandim prezident stipendiyatini universitet miqyosida olgan, iqtisodchi o'g'lim. 3-farzandim qiz bola. Ya'ni hozirgi paytda Ibn Sino nomidagi davlat stipendiyati va bir vaqtning o'zida 2 ta farzandim 7,5 IELTS, bittasi 7 IELTSni qo'lga kiritdi. Albatta men ular bilan faxrlanaman, g'ururlanaman. Bitta farzandim 5 xil tilni biladi. Katta farzandim 3 xil tilni biladi. 2-farzandim 5 xil tilni biladi. 3-farzandim qiz bola farzandim 5 xil tilni biladi. Men xursand bo'laman. Ingliz, rus tilida, fors tilida, o'zbek tilida, nemis tilida bemalol gapirish men uchun faxr albatta. Men oila davrasida farzandlarimni kamolini ko'rishim, farzandlarim ishlashini ko'rishim, o'qishini ko'rishim, bu men uchun ayollik baxti. Ham turmush o'rtog'imga masalan ovqatlar pishirib berishim, masalan yakshanba bo'ldimi, shanba bo'ldimi, nimadir pishiraman, nimadir ovqatlar qilaman. Shu bolalarni xursand qilish uchun, ularni sevgan tansiq taomini tayyorlab berish uchun bor imkoniyatdan foydalanaman. Bu men uchun ayollik baxti. Zamira Nurovaning hozirgi paytda 100 dan ortiq ilmiy maqolalari Rossiya, Turkiya, Angliya, AQSh, Vengriya, Qozog'iston kabi davlatlarning nufuzli ilmiy jurnallarida chop etilgan. Bundan tashqari, ustoz 2 ta monografiya va 2 ta o'quv qo'llanma hamda 10 dan ziyod o'quv va uslubiy qo'llanmalar muallifidir.
olima tomonidan ingliz, rus, o'zbek tillarida tibbiy biologiya, umumiy genetika fanidan 3 ta qo'llanma va azamzar va nurzam krem mas va zardob yo'nalishidagi monografiyalar Moldoviyada chop etilgan bo'lib, bugungi kunda tibbiyot oliygohlari talabalari uchun taqdim etilmoqda.